Sizlar bilan Sadi TV kanalidan Sodirjon. Fonda ko'rib turganlaringdek, bugungi ma'lumotimiz pardalar haqida bo'ladi. Bilasizlar, biz Imzo kompaniyasida eshik deraza romlarini asosiy reklama qilamiz va shu sohada o'zimiz mutaxassismiz. Biz showroomimiz oldida shunaqa parda do'kon ochilgan. Sizlarga ma'lumot beraman. Sababi romdan keyin albatta parda qo'yish kerak. Bugungi kunda yangi dizaynlar fasollar chiqib ketgan. Qanaqa parda, jalyuzi deydi, o'zi qanaqa ishlaydi, yangi mexanizmlar, tashqaridan masalan 2 qavat energiya oyna qo'yganlar ichkari ko'rinyapti. Qanaqa parda qo'ysam bo'ladigan savollarni berishadi. Bugun shu haqida batafsil ma'lumot olasizlar. Telefon raqam qo'yib qo'yamiz akamiznikini. Bemalol telefon orqali Telegramdan bog'lansanglar bo'ladi. Kvadrati qanaqa, narxi qanaqa, batafsil ma'lumot olasizlar. Bizni kuzatishni davom etinglar. Ma'lumot berishni boshlaymiz. Mana ko'rib turgan pardalarimizni hozir akaning o'zlaridan ma'lumot olamiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Showroom qilingan. Juda ham chiroyli. Menga ayniqsa mana bu narsa yoqdi, chunki bizga romimizga juda zo'r ekan. Bu chiqib tushadigan holat bor ekan. Xo'p. Mana romni xolisanglar tepadan, xolisanglar pastga bunday bekitib qo'ysanglar, nima desa bo'ladi, yorug'likni oldin oladi. Shu bilan ma'lumot boshlaymiz. Bu qanaqa parda aka bu? Bu hozirgi kunda moda bo'lgan diki jalyuzi. Diki jalyuzi. Aha. Hop, bularni materiali qayeriki bu? Turkiya mahsuloti hisoblanadi. Turkiya mahsuloti. Bu yaxshilab qarasa bu xona ichini ham nim ko'rinsa bo'lar ekan. Buni hozir ishlash mexanizmini ko'rsatingchi. Bu qanaqa tepaga ko'tariladimi, yonganmi? Bu 3 xil mexanizm degansiz? 3 xil holatda ishlaydi. Aha, bu yon tomonda emas. Holati. Yorug'lik kiradigan holati. Hozir yorug'lik kiradigan holatda turibdi. Endi qorong'uroq holati qanaqa? Bu ikkinchi holati, noch holati. Yorug'lik 100% ko'rsatadi. Ha, noch bo'lsa umuman tashqaridagi harakat ko'rinmaydi. Ha, keyingi holatichi. Keyingi holatda qo'shib ochib qo'yish holati. Ha, demak ochilishi ham hali bo'yi yetmaydi, yonga surish holati bo'lmaydi. Karniz surilar ekan, demak. Bo'ladi aka. Hozir meni ko'rib turganlarimiz kimgadir bunisi yoqadi, kimgadir ochiqligi yoqadi. Mana skromniy ekan. Menga juda yoqdi mana u, mana ham qora. Ayniqsa bizda o'sha Imzo Aleksandras ranglariga juda mos. Bularning summalari qanaqa aka? Bularning summalari $25 dan $57 gacha. 1 kvadrati $25 dan $57 gacha ekan mijozlar. Xo'p, buni kvadrat misoldan 5 kvadrat, 10 kvadratga qarab, bu dastavka uстановка montaji bilanmi? Ya'ni hamma u tepadagi karnizlarni toqib berishi bilan. $25 dan $57 gacha chiqadi. Menimcha narxlari zo'r. Xo'p, bugungi kunda buni qanaqa joylarga tavsiya qilasiz? Bo'yi uzun, high-tech holatlarga-da bu. Kaltaroq joyga menimcha uncha yarashmasa kerak. Mehmonxonalarga. Juda ham zo'r. Bu yon tomondagilarchi bular? Bular qanaqa mexanizm? Bular hammasi bir xil mexanizm ishlaydimi? Mexanizm hammasi bir xil. Ha, prosta bu ko'ringanimiz. Mana obunachilar juda ham zo'r, oson, bitta yosh bola ham bemalol ochib yopsa bo'ladi. Mana ularning bu yerda ko'pligi, menimcha bu faqat dizayniga bog'liq. Bularning qanaqa narxlari, kvadratlari? Kvadrat narxlari 110 ming so'mdan 230 ming so'mga. 110 ming so'mdan 230 ming so'mgacha, ya'niki $10 dan $20 gacha chiqadi. Biz safardan ko'pchilik kuzatganligi uchun dollar hisobida etsak, ularga yaxshiroq bo'ladi. O'sha bu faqat adashmasam ko'tariladi, tushiriladimi? Yo dennoch ham bor. Dennoch и tepadan pastga. Mana noch holati. Aha. Bu den holati. Ha, demak ochiliq bu tepaga o'tsa ko'rinmaydigan, pastga tushsa ko'rinadigan. Demak yorug'lik uchun ishlatsa bo'ladi. Buni narxini nimaga $10 dan $20 gacha chiqadi? Bu Xitoy yoki qanaqadir kolleksiyasida farqi bor. Birinchi kolleksiya. Mexanizmda farqi bormi? Mexanizm bir xil bo'ladi. Mexanizm bir xil. Mexanizm bo'ladi hammasi. Materialni ikki qarashga qalinligi. Buni servisi qanaqa? Masalan, aytaylik qanaqadir ipida qanaqadir yo mexanizmda muammo bo'lib qolsa, uni to'g'rilab beraverasizlar-a? Mana birinchi remont xizmati 1 yil ichida biz tomonidan, birinchi yuvish xizmati ham biz tomonidan. Ha, sizlar tomonidan. Juda ham zo'r. Bu narxiga arziydigan narsa. Bu tomonimizda qanaqa? Bu menimcha bu boshqacharoq ko'rindi ko'zimga. Ha, turetskiy. Bu qanaqa ochilish yopilishi? Mexanizm o'sha bilan bir xilmi? Past tepa ko'tariladimi? Zashniga alohida, testuga alohida bo'ladi. Ishlash tempi o'rtasida zashni tortsa yorug'lik kiradi. Ha, bekilish holatida. Mana uni o'zi bilan ham ko'tarsa bo'ladi. Ya'ni o'sha havo aylanish uchun yana ham ko'tarilgan holatda qilish mumkin. Juda ham ajoyib. Bularni namuna sifati ko'p bo'lsa kerak. Masalan, kimgadir bu gul yoqmasa, bu yoqishi mumkin yoki nariga ko'cha tomonga o'sha zashnisi bilan birga ekan. Buni kvadrati necha pul? Bularning kvadrati $32 dan $57 gacha. $32 dan $57 gacha. Bularni ham bemalol yuvib, qaytadan osib qo'ysa bo'ladi. Menimcha juda ham sifati yaxshi. Mana yaqindan ham ko'rsatishim mumkin. Kimgadir gul yoqadi, kimgadir bu gul yoqadi. Bundan ham boshqa bor, turlari ko'p. Turlari ko'p. Yaxshi. O'sha video boshida aytib o'tganimdek, ya'niki menga juda ham yoqqan, o'sha pastdan tepaga tushadigan, chiqadigan.
Bu nech pul kvadrati yoki bu qanaqa yuradi? Metrgami? Turkiya mahsuloti, mexanizmdan tor materiallar Turkiya mahsuloti hisoblanadi bular. Tevadan pastga, pastdan tevaga ishlatishga ham o'ta qulay. Shu o'rinda savol, agar buni setganligi ham bormi? Qanaqadir ko'rinadi-yu, как masketni, ya'ni pashaga qarshi ishlatish ham mumkinmi bunda? Yo'q, imkoniyati yo'qmi? Yonidan bir pasha kirish mumkin-da. Demak, buni faqat o'sha romni orqa tomoniga qo'yiladi, qanotiga. O'sha ko'rsatmaslik uchun. Mana u yorug'likka sal kirgizsa kerak, ochiroq turibdi. Kvadrat necha bildingiz buni? Buning kvadrati 190 mingdan 190 ming so'mdan 240 ming so'm. 240 ming so'mgacha. Bu ham xuddi adashmasam shu 15-16 dollardan boshlab 20-22 dollargacha chiqadi. Buni o'sha namunalar mana ko'rishingiz mumkin. Buni yana ranglari bormi? Masalan, qora, sariq, qizil yoki faqat 50 xil. Mijoz qaysi rangni tanlab nima qilsa qilib beraverasizlar. Buni mana qayerga qotadi deganlar uchun mana qaranglar. Mana bu narsa samarez bilan o'sha rom tepasiga qotadi ikkitasi. Iplar o'z mexanizm ustunovka qilib berishadi. Sizga ozgina yorug'lik kerak bo'lsa, ozgina baland bo'lsa baland qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Buni ham qanaqa 2 xil, 3 xil sifatli, sifatsiz emas, sifati arzonroq holatlari bor. Birinchi kolleksiyadan bu ham birinchi kolleksiya hisoblanadi. Eng lyuksi o'sha 240 ming so'mdan atrofida chiqadi. Mana hurmatli obunachilar, sizlarga imkon qadar tezroq gapirib ma'lumot qilishga harakat qildik. Bu ham sizlarga nima desa bo'ladi? Foydali degan umiddaman. Bizni kuzatishni davom eting.